Geologiya, yoqilg'i energetika, kimyo, neft, kimyo va metallurgiya tarmoqlari, hududiy sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi aynan shu kabi mavzularga bag'ishlandi. Biz bu yarmarkada deyarli har yil qatnashamiz. Maqsad yangi shartnomalar tuzish, ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni eksportga chiqarish. Tashkilotimiz xalq maishiy iste'mol mollari ishlab chiqaradi. Bu yilda yangi mahsulot bazalt asosida issiqlik va sog'liq o'tkazmaydigan matlar, plitalar ishlab chiqarib, bu yilda shu yangi mahsulotda qatnashyapmiz. O'tgan yil ushbu yarmarkada 330 dan ortiq korxona 2260 dan ortiq mahsulotlar bilan ishtirok etgan bo'lsa, joriy yilda 380 dan ko'p sanoat korxonalari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlar kooperatsion birjada qatnashmoqda. Yarmarkada qayta ishlangan xom ashyo, metallar va butlovchi qismlar namoyish etilib, tayyor tovarlarni ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi korxona va tashkilotlar o'z stendlari bilan qatnashmoqda. Toshkent shahar hududiy sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi 11-iyun sanasiga qadar davom etadi. Nargiz Sobirova, Akmal Abduqodirov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.